Zimiston to'ri 3 yillik to'xtam bilan Sharqi Turkistonga o'qituvchi bo'lib borgan bir qism Xitoylarni ziyorat qildi. Uchurga qaraganda 2018-yildan boshlab Sharqi Turkistondagi bir boshlang'ich maktabda ishlayotgan Xitoy o'qituvchilari maktabga kelgandan keyin Uyg'ur o'qituvchilarining ishdan bo'shatilganligini, Uyg'ur bolalarining ko'pinchisining oilasidagilar bilan so'zlashganda ona tilini ravon so'zlashda qiynalganligini aytdi. U balalarning maktabda yetib qopishi va Xitoy tili va madaniyatining ta'sirida chekinish imkoniyati bo'lmagan bir ta'sirga uchirganligini aytdi. U mundaq dedi: "Bizning vazifamiz ularni yaxshi tarbiyalash emas, balki cho'ng bo'lganda hukumatga qarshi chiqmaydigan shaxslarni yetishtirish. Har kuni ularning miyasini yuyib, Xi Jinping ideologiyasi va kommunist partiya ta'limoti yodlatildi." Xitoy o'qituvchisining tushuntirishicha, balalarning ota-onalarining ba'zilari lagerlarda bo'lib, ba'zilari u yerda qazo qilgan. Nihoyatda osonki kishilar lagerdan qo'yib berilgan, ammo atalmish ishga o'rinlashtirish nomida zavodlarga elib ketilgan bo'lib, anda-sonda bolalarni ko'rgili keladi. Angliya parlamentining konservativlar partiya a'zosi Henry Smith yakshanba kuni e'lon qilgan bayonotida Angliya parlament a'zolari Sharqi Turkistondagi jazo lagerlari ustidan boshlangan tekshirishlarni qo'llaydiganligini bildirdi. U Angliyadan chiqadigan Crowley xabarlari 24 kanalida e'lon qilgan mazkur bayonotida Xitoyning Uyg'ur rayonidagi Uyg'urlar va boshqa etnik guruhlarga qaratgan bostirishlardan muhimroq biror tema yo'qligini aytdi. U mundaq dedi: "Bu osonliklar Xitoy kommunistik diktatorlari tarafidan keng ko'lamli tutqun qilindi. Sharqi Turkistondan chiqayotgan rasmlarga qaraganimizda, bularni darhol natsistlar sodir qilgan jinoyatlarga selishtirmay tura olmaymiz." U yana Angliya Avam palatasi tashqi ishlar komitetining a'zosi bo'lish sifatida Xitoy Kommunist partiyasining Sharqi Turkistondagi jinoyatlarda mas'uli bor xodimlarni keyingi navbatlik jazo tadbirlari ichiga kirgizishni qo'llaydiganligini aytdi. 16 sentabr Angliya parlamenti Avam palatasining tashqi ishlar komiteti Xitoyning Uyg'ur diyoridagi jazo lagerlarini tekshirishni qaror qilgan edi. Germaniyaning Duisburgda yashaydigan ayollar 20 sentabr Sharqi Turkiston madaniyat va informatsion markazida jam bo'lib ilm suhbati o'tkazdi. Xonimlarga tunji madras Darul Arqam temasidan nihoyat ahamiyatli bir leksiya o'rnashtirildi. Faoliyatga qatnashgan Oysha va Batul xonimlar mazkur jamiyatning qilib kelayotgan ahamiyatli ishlarini eslab o'tdi va qarindoshlar uchun duo qilish va yetim bolalarga yordam berishning ahamiyatini ta'kidladi. Ular Sharqi Turkiston madaniyat va informatsion markazining ularga bu fursatni berganligini bildirib, bizga bilim yo'lida o'rin bergan jamiyat raisi Abdujalil Qarqash apandiga nihoyat minnatdormiz dedi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Vatikandan episkop tayinlash to'g'risida Xitoy bilan tuzgan shartnomani yengilmaslikni talab qildi. Vatikan bilan Xitoy o'rtasida 2018-yili imzolangan kelishimning muddati bu yil oktyabrda to'shidi. Ammo Vatikan bu kelishimni uzartishni xohlaydiganligini e'lon qildi. Pompeo agar Vatikanning shartnomani uzarsa, o'zining axloqiy nufuziga ziyon soladiganligini aytdi. Pompeo rasmiy Twitter hisobida mundaq dedi: "Vatikan 2 yil ilgari Xitoy kompartiyasi bilan Xitoy katoliklarga yordam qilishni umid qilib kelishim hosil qildi. Ammo Xitoy kompartiyasining e'tiqodchilarga qaratilgan parokandichiligi texmi nachar saviyaga yetdi." Oqsaroyda zaharli xat aloqazodlik paydo qildi. Amerika prezidenti Donald Trump nomiga Kanadadan Oqsaroyga avatilgan va ichiga ajallik zaharlik modda resin qo'shilgan xat qo'lga tushirildi. Federatsiya tekshirish idorasi va prezidentni qo'g'dash mas'ul istixborot atirti bu xatni tekshirishni boshlaganligini va ikki xil sinoqning natijasida tarkibida zaharlik modda resin borligi isbotlanganligini bildirdi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi bu to'g'riliq Amerika taratqullariga yozma bayonot e'lon qilib, biz istixborot va Amerika pochtaxona mulozimatining ishtirok qilishi bilan qo'lga tushirilgan xat ustida birlashma tekshirish olib beryapmiz. Hozir ommaviy bexatarlikka tahdid soladigan bir ahvol yo'q dedi.